Kelayotgan odam akangni mijozi. Ancha yildan beri taniyman xo'rozni. Oppa! Kasbkorini boshdan sir tutdim atayin. Keling voqeani boshidan aytayin. Yelkada daftar va kitob to'la xurjun. Yigit avtobusdan qolib ketadilar bir kun. O'shanda ko'rganman insonning bo'ysunmas ruhini. Yigitni institutga tayladim shu kuni. Unda talaba edi, pul ham olmagandim. Shundan keyin uni o'rdada ko'rgandim. Ancha qiynalganga o'xshaydi hayotda. Bir so'm beray deb turdim shu paytda. Nodon! Shu sovuqda ham o'zini cho'ktiradimi odam? deb tursam, hayratda qoldirib birdan hayotdan rizqini bo'rida yularkan. Dildan so'raganga Xudoyim berarkan. 2020 kimni esda bor? Hamma yoq vahima, virus, ahvol abgor. Akasi qarag'ay duch keldilar takror. Ahvol o'sha, o'zgarmabdi chindan. 6 yildan beri bitta kastim shimda. Lekin nigohida hamon olov to'la. Ko'chada maska-paska taqib yuray, bola. Jasorat qarang, ko'zida aks etib turibdi. Sho'rlik bola paqir, virus yuqtiribdi. O'sha kuni unga juda rahmim keldi. Vaziyati chatoq, o'nglanmaydi endi. Ammo bir kun yana duch kelgan zamoni dedim, qattiq ekan bu yigitni joni. Salobatni qarang, badastirib po'rim. Nahotki bu o'sha, yo Parvardigorim. Ofarin, sinmabdi yillar bo'ronida. Shu kun mehmon bo'ldim men dasturxonida. Palovxo'rlik qildik ikkov o'tirib, ikkita o'g'ilchasi kelib qoldi o'kirib. Telefonni ilib ketdilar shu zahot. Talashib akasi tashlab yordi, voy dod. Keyin to'ng'ich polvon yong'oq chaqib edi. Kenja akvariumda uni qayiq qildi. Ota na qaradi, na nazarga ildi. Ter chiqib ketdi, mani tanamdan. Bunaqa dahshatni ko'rmovdim olamda. Va shu payt miyamdan bir fikr o'tdi. Bu telefon menga kimnidir eslatdi. O'sha bo'ysunmas ruh va sinmas iroda. Ne mashaqqatu har qanday sinovda chekinmasdan olg'a intilgan qadam. Mana u hayotda sinmagan odam. Xullas, ashu odam akangni mijozi. Ancha yildan beri taniyman xo'rozni. Qancha zarbalarga bosh egmay o'tdi. Moshinning zarbasi unga nima bo'pti? Meni hurmat qilib sovg'a olib ketdi. Bizni boshimiz ham ko'p sinovlar ko'rdi. Yigit sovg'a bilan nishoniga urdi. Bir voqea aytdim xotirotni ochib. Ko'rsatib e'tiqod, matonat kuchin hayot yo'llarida sinmaganlar uchun. Yigitning kasb-korini aytmabman-ku, uzr. Tanimadinglarmi? Shoir Erkin Bozor. Hayot kurash maydon, hayot sinovli yo'l. Mudom shu yo'ldamiz. Hayot yo'llarida, bo'ronlarida qaddi sinmaganlar qalban birgamiz.